Yani Xitoy bilan Turkiya munosabatida bizga zararli taraflari bo'lish ehtimoli bor. Bizga foydali bo'lgan nuqtalarini biz ko'ra olganlarimizni dedik. Biz ko'ra olganlarimiz masalaning Qashqar va Urumchidan boshlanishlari bu xalqqa yuqori deyilgandek narsani berdi. Bu yaxshi ish. Ammo undan boshqa masalalarda biz Xitoy bilan agar deyilsa bosh minister ya Turkiyaning hayotlari Xitoy bilan yaxshi o'tanglar bilan toprak butunligini qabul qilinglar desa, biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimizdan buni qabul qilmaymiz. Bu bizning haqqimiz. Davlatlar Xitoyning ichki ishlar deb qaragan atalmış unda prinsiplarga davlatlar rioya qilsin. Biz Sharqiy Turkiston masalasi da'voning asl egalari bo'lgan kishilar buni qabul qilmaymiz va bundan keyin bu munosabatlarni obdan inchki kuzatib, o'zimizning strategiyamizni, plan loyihalarimizni, harakatimizni mushdan qarta inchki hisob bilan qilishga to'g'ri keladi. Bizga tushkani bu. Bu Erdoğan'ın ziyaretinde Xitoylar o'zi ma'lumki Yelimikir ishitdik. Mesela Erdoğan Urumchiga ziyoratga berishdan ilgari masalan xabarda qarta Xitoylarni ko'p ko'chalarga chiqmasligi masalan Erdo'g'anning ziyorat qilgan yerlarda. Onun masjidlarda nabada ovoz o'qish masalasini ruxsat qilganligi deganga o'xshagan ba'zi Yelimikirlarni ishlatganligi ortaga chiqdi. Xitoy davomli bu shaklda harakat qildi. Bu Türkiye'nin Xitoyga bu besim işletishi, Qashqar Urumchining boshlashi, xalqimiz bilan kurashishi, bizningki sizning yaningda davomli xotirjam bo'ling deb ifoda bu ma'noni berishi, ya'ni Xitoyningki bizningki Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan ko'z qarashiga ta'sir qilamdi. Ya'ni ko'z qarashini o'zgartirdi Xitoylar xalqimizga nisbatan masalan. Hozir qadar nurg'unlagan turmada zulm davom qilgan masalan. Bu ziyoratdan keyin bu Türkiye mi bu Sharq Turkiston xalqini yendiken zaten bunu biz qancha qilsak qarindoshkan birken bu bir-birini anglashayotgan tushunishayotgan bunu bir millatgan bir qon sistemidan degan bir ko'z qarash bilan Xitoylar bizga bo'lgan siyosati xalqimizga bo'lgan siyosati o'zgarish bilan bo'lmasmi? Ko'z qarashida. Bu Xitoyning o'zgarishi oson to'xtamaydi. Bu intayin rezil bir siyosatni qo'lga o'tdi. Bununki Sharqiy Turkiston masalasi dunyoning ko'zini bo'yash nuqtasidan elib berayotgan strategiya siyosatlari naytalik kichik bolaga o'xshash ahmoqona bu shu 80-yillar 70-yillarda 90-yilgacha elib berayotgan siyosatini hozirmi o'ynayapti. Buni hamda yana dunyo zihniyatida kichik emas, unda dot emas. Bu gapni hammadan bilib olaydi. Burun Xitoy sirtin kelgan odamlarni darhol bezelgan uyga gapirib, yeziliga chiqib, hech nimasi yo'q odamlarga yolg'on yovda qo'ylini, gilamini, uni buni kelib qo'yib, ziyorat qilib, ziyoratdan keyin hamini ko'tarib chiqib qildigan ishlayapti. Ashu siyosatni bugunmi, yana o'xshash qo'llanyapti. Buni ham bilib o'tdi, ya'ni davlatlar buni oson bilib oldi. Buni Turkiya bosh minister Urumchiga qadam qo'ymasdan Turkiya tashviqot sohasida bu hikoyalar o'tirib chiqib qoldi. To'g'ri. Ya'ni Xitoyning bu rezil nomussiz Xitoyning erti bashirisi ya'ni dunyoga taqlib qoldi. Bu bizga unda buni bilan Turkiya davlatining hayatining ko'zini bo'yadi deb ishonmayman. Chunki bu yerdagi tashviqotga chiqqan har bir narsani çünkü aşağı ketayotgan bir hayat bu cho'ng bir siyosiy qadam bo'lganligi uchun bu narsalarga diqqat qiladi, buni ko'zladi davlat. Bu nima desa, Turkiya matbuotlarida, nashriyatlarda, tashviqot sohalarida Xitoyningki Erdo'g'an ziyoratidan burun ko'z bo'yida anglik Urumchiga anglik qildi, anglik qildi deb shuni chiqadi. Bu nima desa, Xitoyningki bu işgalchi Xitoy ko'chmanlarininki ko'chalarda oz ko'rinishi. Yillarcha laba shu mikrofonda labada azon to'lashni cheklagan Xitoy to'satdan Erdo'g'an ketkichi azonni bu
ruxsat verganligi. Ruxsat qilganligi bu intay rezil bir qilmish. Bu numus qilmaydigan Xitoy. Ana ikkinchi imomlarning diniy qiyofatlarga alohida ahamiyat berib, Turkiyaga o'qishtirib, sallalni o'rgatib, yo qilishlari ko'chalarda diniy qiyofatlar ma'lum sondagi kishilarni artistik qiyofatga olib keltirib, shu me'morlarning ko'ralaydigan shaklda ayarlashi, sahna hozirlaganligini Turkiya matbuotlarida o'tirg'i chiqdi bu. Ya'ni endi dunyo unda go'dak emas, unda burunqidek o rezil kommunistik hili nayronlar hozir oqmaydi. Buni Xitoyning aqli burasiga ishlamaganligini ko'rib turibmiz. Hatto bosh ministerning aerodromdan chiqishidagi qarshi erishga chiqqan yerda hammasi Xitoy. Buningda numussizlik bo'lmaydi. Ya'ni uni unchilikni bilalaydi bular. Yani bütün 35 milyon bir milletning toprağına qadam qo'ysa, onunla qarshi erishga chiqishga 4 Uyg'ur topamanda. Ba'zi diqqat qilsak, bozorlarda Xitoyliga yolg'ondan do'ppa yog'liqni qo'yibdi. Bu ayrim bir numussizlik. Buni hammani ko'ralaydi. Buni hatto Turkiya o'yaga qadam qo'ymay turib, bilib qo'ydi. Xalq hammasi bildi. Endi o'yada bundan keyin Xitoy edem bulamdı, özgüremdi dese, yok. Fakat devletlerini bulup mu Şarkı Türkistan meselesi taraf bulaş ihtimali boğan devletler bunun içinde biri Türkiye birinci bulup. Türkiye'nin gep qilish yolunu to'sash uchun ba'zi bir ko'z bo'yaydigan hiylalarni o'tirg'i chiqyotdi. Buni bilyotdi. Buninglar bilan Sharqiy Turkiston xalqiga bir emeli kengchilik siyosatda rahatlaydigan yuriştirish xalqimizningki yaşam tarzida yoki haq huquqlarida bir kengchilik bo'ladiganligiga ishonmayman. Faqat ko'z bo'yaydigan bir qancha narsani o'tirg'i chiqyotdi, ammo undan boshqa bir xalqimiz rahatlaydigan nuqta bo'lmaydi. Biz bunga ishonmaymiz. Bu nuqtada har doim biz hazırlayotgan dokladlarimizda Xitoylar bu hili nayronlarni bu ikki davlatning munosabatida shunday qilsak, Sharq Turkiston Uyg'urlar rahatlaydi deb qarayotgan Turkiya hukumatiga undaq emas. Aslida masala Xitoy bilan biz yaqinlashsak bizni rahatlatadi deb o'ylaganligini xato degan narsani tushuntirib keldik. Buni hozir asta tununyapti. Onun için yani bundan keyin taxi ko'rib olaladiki, Xitoy yani qadam qo'ymasdan anda qilgan artistlarcha qilgan hili nayronlarning Turkiya matbuotida o'tirg'i chiqishi bu narsani Turkiyani tushuntirdi, bu nuqtada o'yga soldi. Biz bu Xitoyningki siyosatda o'zgarish bo'lishiga ishonmaymiz. Bu ziyaretin ilgili Türkiye'de bir vaka yüz verdi. Xitoyda bir vaka yüz verdi. İşki vaka yüz verdi. Erdoğan'ın ziyaret berişine ilgili. Bu işki vakanınki bir-birisiga bo'lgan aloqa meselesini misol solmoqchi. Turkiyada bo'lgan vaqa Erdoğan nimaga minishdan bir hafta ilgari shu 3-ayning 13-sidan burun Turkiyaga kelgan butun Sharq Turkistonga iqomat berish buyrug'ini chiqadi Turkiya Emniyet Müdürlüğü'nden. Şunun birga iqomat olganlar bo'ldi, ketganlar ololmadi masalan. Shu shaklda qaror chiqdi o'zimiz Sharq Turkistonliklarga istisnosiz bu tarafdan burun kelganlarga. Shuning bilan birga ziyoratdan ilgari 2 kun ilgari shu Turkiyada yashayotgan ba'zi Sharq Turkiston qarindoshlarimizning ustidan Xitoylar bu tutish buyrug'i chiqadi hamda. Ama Türkiye'ninki bu istisnasız ikamet birinde buyruk qilishi Xitoyga minishdan ilgari. Bu Xitoyga berishdan ilgari 2 kun burun Xitoyninki Türkiye'de yaşayotgan 6 qarindoshimizning tutish buyrug'i chiqishi. Bu haliqi ikki davlatning bir siyosati bir-birisiga bir besim ish masalasida bir uyanbami bu masalada. Ya bu Xitoy ya bundan keyin chiqamdi ya burun chiqamadi tam 2 kun qolganda. Mesela ikamet meselesini uzun bo'lgan bir masala yo'llanmoqda. Bu Xitoy ziyorat berishdan ilgari
bu kurumsal şekilde emas, genel umumi şekilde ikamet buyruk bergenlik meselesi de bunun da bir siyasi işki devletininki oturdu bir besim şekilde işletken bir uyanmaz mı şuna tutulgan olsa. Bunu Türkiye'ninki şu 2009'dan keyin Türkiye'de yaşayotgan kanunsuz yaşayotgan bolsun, kanunluk yaşayotgan Şarkı Türkistanlıklarının ki bu nüfus taktiş siyaseti oturuğa çıktı. Kenkilemde biz başministerle görüşken jarayanda menin hükümetim jarayanda 7000 Şarkı Türkistanlık'a nüfus belirtimiz dedi. 7000. O 10 yıl jarayanda. 10 yıl jarayanda. 7000 degan çağda ahirki ikinci kıtımlık istisna icrağı çiğmegen vaktiydi. Onu hesaplıgan çağda yani kabul kıysak 10 bin adam nüfus aldı degen bolsa. Az degende. 10 bin adam nüfus verdi. Verdi men fakat ben bu başministerininki bu toğrda Şarkı Türkistanlıklarga histaşlık bilen qarab g'amxo'rlik qilayotganligini ifodalamak uchun qilyotdi deb bilamiz. Hem bizmi to'xtamay yani her bir qancha ayda 2-3 ayda bir qitim to'xtamay millatning mushunda dertlarini Ankara'ya baramiz ziyoratlarimizda biz ve başka qayrindosh tashkilotlarimiz bu noktada to'xtamay bunun qulqini changitib turibdi. Harakat qilib turolgan. Bu bir besim şekilde oldu. Bunun yalnız biz demeyimiz Türkiye'deki siyasi partilerini, ictimai cemiyetinin rehberlerine şıksıyla şarkılık ve ciddi ağır mesele var, kıyınçılıklarımız var. Xitay bizni çembere gelip bağan sıra dairini tarayıp Türkiye'ye geçip develep geliyordu. Türkiye'deki devletin siyaseti de boşanma kıyıs kılıvatımız dep endişelerimizni to'xtamay dep mush noktada devletninki siyaset üstüdeki turayotganligini bir şekilde siyasi besim şekillendirishga tirishilyotir barliq tashkilotlar tarafidan. Bunun bir ta'siri bor qarar berishda. Chunki bular xalqninki ra'yi bilan, xalqning qo'llashi bilan hukumatga chiqadi. Onun için xalqni qarshisiga elib tamamen o'zi bilgancha ishni qilolmaydi. Onun için bu hareketler bir o kişilerin özünün samimi istaşlığı, ikinci teşkilatlarının terişçarlığı, halk ammasının Türkiye'deki siyasi partilerinin bu noktadaki alayda itibarı Şarkı Türkistan meselesi, devlet siyasetinin bu noktadaki yumuşaş yol açılan bir amillerden biri. Onun için hem de Xitay'ın bu yemesek gelsek, bu noktada ziyaretin burun bu ikamet meselesi oturuğa çıktı. Bu yukarı deyilgendeki sebepler buluşu mümkün. Bunun da yaman niyet izlep, bunu da bizni sitavatıda ya siyaset kılıvatıda izlep, mandak değişme bence artık iş. Çünkü bilemeyiz. Acında kıygan buluşu mu mümkün? Fukmayız. Bizden meslahatiyle kılmaydı. Ama lakin biz fakat agah bulaş üstünden onu anlattım bizden ketilgan bir narsa yok. Faydalansa bizden millet faydalandı. Eğer böyle bir zarar varsa bu zararına bulmaslık için biz yaxşı terişimiz, cık faaliyet kılışımız, hükümetlerine bu şunda siyasi noktada meselelerinin davanın setilişini aldığını için hareket kıldığın adam biz. Bu erkek Xitay yani böyle muşu yukarıda deyilgen bir qancha ming kishilarning Türk nüfusuga o'tishi, muhimda pat qiyinchilik yuz berib, Xitoyninki zulmiga uchrab, Xitoyda yashamayotgan, Xitoyda jini meliga Xitoy tarafdan qasd qilingan kishilar Sharqi Turkistonni tashlab Turkiyaga kelishga majbur bo'layotgan yuzlagan kishilar bor. Bularning qo'dilishi, bularningki Türk nüfusu veya ki ikametini ilip amanlıkla erişişi Xitayni rahatsız kılıyor. Çünkü bular vatandan sırtına çıkandan keyin bu davaga qaytib ketayotganlik uchun, bu dava kunsiri kuchayotganlik uchun uning uchun qo'rqaydi. Davlatninki Turkiston xalqiga qilayotgan kamchiliklarni
tormozlash uchun sen bularga nopos beryapsan, hesdaşlık kılıvatsa, bu menin qarindishim deb qilyapsa, ammo sen bu degan adamlar terrorist deb yolg'on yavidoq tuhmat va iftirolar bilan buni Türkiye hükümetini tormozlash uchun, qo'rqitish uchun bir tahdid shaklida o'tirg'a chiqyapti. Buni Türkiye hükümetini obdan bilalaydi. Bu kelgan kishilarning hammasi, bu mücadeleni berayotgan kishilarning har biri intayin esil kishilar. İnsaniyetga hech zarari yo'q. Bütün qilayotgan ya qilmoqchi bo'lgan hedef nishoni bu ishg'olchi Xitoylar bo'lganligi uchun bu masalada yashayotgan davlatlarga tahdid shakllantirmaydiganligi, xalqaro ommaga ya hech kimga bu kishilardan hech qanday zarar kelmadi va bundan keyinmi kelmaydiganligini bular biladi. Ammo Xitoy bu hükümetninki bu siyasi icraatlardan rahatsız bo'lganligi uchun kelishdan burun bularga bir mesaj. Çoxum bu ziyaret esnasında Ürümçi'de, Beycin'de Şarkı Türkistan meselesine oturup kildiğanlıqda şek yok. Bu noktada Xitay yalgan yavdaq töhmetlerini oturup çıkıp teşkilatlarımızı, kişilerimizni qarılışı ve bunun qarta qattiq qo'lliq siyaset kılınışını talep qilishi bu tuğan gap. Bunu taxı kemmey turib talep qilyapti. Bununla bence bular işinip gittiğinliğine ben işenmeyim. Çünkü onun sızma hazır kadar Xitay to'xtamay Tashqi ishlar ministerligiga, ichki ishlar ministerligiga shikoyat qilayotganligi, ma'rif jamiyatini va boshqa jamiyatlarni vadiki xalq ommasininki mo'tabar kishilar zotlar ustidan terrorchi undaq qilyapti, bundaq qilyapti deb to'xtamay besim ishlatayotganligi bu yangi ish emas. Bağanda o'xshash narsani sunadi. Men o'ylaymanki bu narsalarning chunki o'tganda Davut o'g'li Qashqarga bordi, o'xshashli vaqtda Beyjingda ichki ishlar ministri bordi. U yerda nurg'un kelishimlar bo'ldi, terror qarshi mujodala ustida imzo etildi. Hozir qadar Allohga shukr, Sharq Turkiston xizmatini qilayotgan, mujodalani berayotgan kishilar qarta biz beyaran bo'ladigan bir stratejiya siyasetini qo'llanmadi. Menimcha bundan keyin bunda qilmaydi deb bilamiz, ishonamiz. Ammo bunning natijasida kelib chiqadigan ehtimollarni biz sagaklik bilan kuzatishimiz kerak. Agar Xitoy bizni qaralab shunday ish qilsa, biz yashayotgan yerlarimizda, bularni Turkiyada qanday qilamiz, bu qanday tadbirni qo'llanamiz, Xitoyning bu yolg'on iftira tuhmatlarini qanday bechit qilamiz, hükümetke qanday besim qilish orqali bu kelishimlarni baqo qilinishini talab qilamiz. Buni bilan o'ylash bizning kelimiz. Chunki o'tmishdimi Turkiyada shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatning kuchayishiga biqib Turkiyada tashkilotlarningki Sharqiy Turkiston bayrog'ini ko'chaga chiqish, Sharqiy Turkiston faoliyatlariga davlat arboblarininki qetilishi deganga o'xshash nurg'un masalalar chek-chegara qo'yilgan. Bizmi mushundaq davlatlar aro munosabatda mushundaq bir narsaning o'tirg'i chiqishidan ansiraymiz va buni inchki ta'qib qilyapmiz. Ammo men bu bugungi bu 2012 siyosatida bundaq bir narsalarning tekrar o'tirg'i chiqishiga ishonmayman. Chunki Turkiyada bu ijtimoiy jamiyatlar intayin ta'sirga ega. Bularning hammasi diniy va milliy shuuri intayin yuksak bo'lgan. Sharqiy Turkiston masalasiga intayin yaqindan aloqalanib bu masalaga ko'ngil berayotgan kishilar va bular Turkiya hukumati bilan bo'lgan munosabati intayin yaqin kishilar, tashkilotlar. Bular Türkiye'de bulunduğun sayılan ve meselelerde bularga ihtiyacı düşüdü. Bularning qo'llab quvvatlashiga ihtiyacı var kişiler. Elbette shundaq bir narsalarning o'tirg'i chiqsa, bu Türkiye xalq ommasi o'zlarining qarindoshlariga bo'lgan hech qanday bir xiyonatni qabul etmaydigan bo'lganligi uchun bu nuqtada biz bizga qarshi biz
bizni arkamızdan xanjarlaydigan, xiyanatga uchratadigan bir qarorlarning qabullanishi va buni ijro qo'yilishiga ehtimol bermaymiz. İnşallah unda bo'lmaydi deb qaraymiz. Allah rahmet olsun. Yine bir mesele. Bu Başbakan'ınki ziyaretki berişten ilgili Türkiye'deki Uygur'unki ictimai teşkilatlarınki bazı mesulleri Recep Tayyip Erdoğan bilen görüşüp bazı taleplerini sunganlığı ortaya çıktı. Bu taleplerini mümkün kadar oturuklaş imkaniyeti oturup koyup şunun bilen birge memleketteki Tacikistan'da 3 kardeşimizni tutup Tacikistan Xitayga topşurup bergen. Bu kardeşlerimiz to'g'riliq Baş minister Recep Tayyip Erdoğan bu mesele to'g'riliq so'zlashami Xitoy bilan bu balni qaytarib akelish turmudan chiqish so'zlashami emasmi? Bu sungan talabninki tafsiloti, qaysi talablar o'tirib qo'yganligi bu ballar to'g'riliq bir yangilik bormi yo'qmi? Bu Erdo'g'anninki bu masala to'g'riliq bir o'tirib qo'ygan bir programmalarda bormi yo'qmi? Bu baş minister heyetininki Xitoyga ziyorat qilinishidan bir ay burundan tortib biz hozirlik qilayotgandik. Qaysardagi qarindoshlarimiz Seyit Efendimi bu nuqtadagi hozirliklarni qilyapti. Baş ministerga talab taqdimlarini yo fikrlarini sundi. Bizmi ma'rif hamkorlik jamiyati bilan sifatimiz bilan bu yerdagi ta'sirli cho'ng tashkilotlarni bu ishga istashligini birga olgan holda Baş ministerning ziyaretidan 4 gün burun bu bir taleplerimizni sunduk. Tünenki yig'inda bu milletvekili parlament a'zosi Shentop efendi bu naslni dedi. Aslida biz o'zimiz ko'rishmoqchidik. Zaman qis bo'lib qolganlik uchun buni shular orqali sunildi, buni qabul qildi. Bu masalani cho'qim biz kun tartibga ekilimizda va'da qilganligini bizga dedi. Bunun ichida nima bor desa, muhim bo'lgani bu Xitoyninki hili nayronlarida zodi biz oldin ala ularni ogohlantirdik. Xitoy sizlarni xalq ommasi bilan, Sharq Turkiston xalqi bilan uchrashtirmaydi. İmkan bor kun tartibingdagi planda xalq bilan uchrashishga amal izdanglar deb talab qildik. Chunki Xitoy hili nayron qilib, ma'lum bezab qo'ygan yerlarga, to'g'rilab qo'ygan kishilar bilan kurashtirdi. Xalq ommasinin ovozini bilinmaysiz dedik. Bununla nima qildik? Buning misolini ko'raldik. Tunigan faqatlam cho'ng bozorga kiribdi. Bu yerdami yermi Uyg'urlashtirgan Xitoylar, ba'zi Uyg'urlarmi bor kurashtirdi. Ammo uning sirtida xalq ommasi buni ko'rmadi. Endi ko'rish arzu qilganliklarini yo'q, buni hayajonini ko'rdik. Yani bu narsani bulimi Türkiye teşvikatı çıkan neslerin rekordunu saklaydı, bunu körelaydı. Ne kançılık doğru geldiğimizde. Bunu eskerttik. İkincisi, birinci olarak Türkiye-Xitay münasebeti de bu Tacikistan'da tutulup ketken 3 Uygur kardeşimiz, Türk vatandaşı, Türk nüfusu olan 3 kardeşimiz meselesini bu Türkiye devletinin inavet meselesi dedik. Yani bu meselenin hal kılınmasa biri devletinin özünün inavet meselesi çünkü baş minister bu vakıadın bu Libya vakası boğan çağda 25 bin adamını ekilişte Libya bilen devlet bilen boğan münasebetdeki yumuşaşqa çıkan siyasi karşılıklar karşı bergen cevabı da biz şu yerdeki 25 bin halkımızla tinç aman şu yerden kutkuzuş için bazı noktada sabır kıldık dedi. Bundan keyin biz her bir gerejdanımız için dünyanın nerede olsa bunu kutkuzup ekilimiz dedi. Halkın çangalarda koymayımız deganlik için biz bunu hatırlattık. Siz müşunda degeni idiniz. Bu 3 kişi Uygurlar emas. Bunlar Türkiye'nin gerejdanı. Türk vatandaşı. Türk vatandaşı boğan bu 3 kişinin kutkuzup ekiliş endi bu sizinki devlet inavet meselesidir, bunu hatırlattık. Bunun karta qanchalik emel kıldı, bundan keyingi siyaseti görürüz. Bunu her qitimda bunu boldu qilib etmeymiz. Her qitim ko'z oldiga uxlavasini tushirishigidek derecede bu meseleni ko'ziga tağamiz, aynak qilib oldiq qo'yamiz. Bunu dedik.
İkinci, bu Abdükerim Abdüveli, bizniki Kerem Qarem deb tanıgan. Bu kişi emmeyle bildi bütün Şarkı Türkistan halkına söyleyen, yaxşı görgen, çok ziyali dini alim. Bu kişi Xitay'nınki 22 yılına yağı kanun Xitay'nınki özünün kanununa raya kılmagan Cangal kanunu bilen bu ustazımızla yazgızı olsa 22 yılına yağı. 12 yıl kanunsuz yani günahsız halda 12 yıl kesti, 12 yıl tügüsü mü? Bunu yalgan, bolmağır töhmetiyle hiç kanda kanuni bir neyse asaslanmay, tayanmay durup yana toxtamay uzartıp 22 yıl yatkızdı, yitivatıdı. Bu kişinin kutkuzuş doğrusu da alaydı. Terapimizde sunduk. Çünkü şunda meseleler 101 verse. Tacikistan'da tutulgan 3 kardeşimiz yani üçtüp ketken bunu verse. Şarkı Türkistan'da siz huzur ve tinçlikni isteyen bolsanız bu huzur ve tinçlik oturuğa çıkmaydı. Hep bu meseleni dedik. İkinci, Xitay köçmenlerini Türkistan'a kelevatkan Xitay köçmenlerine derhal toxtuşı. Bu noktadaki Şarkı Türkistan milletine hassasiyeti. Ötkende, Xoten'de, Nemide, Guma'da, Kağılık'ta, Kaşqay'da yüz bergen cihadi hareketler, karşılaşış hareketleri Xitay'nınki künsiri aşıyavatkan bu işgal hareketi, köçmen işgal hareketini derhal toxtatmasa bunun denkin oturuğa çıkadığan karşılıklarına Xitay'a keldiğen halk zarbesiga bunun karşı duramaydı. Derhal bunu toxtuş doğrusunda besim kılınış gerek. Dep ve şunu yana biz bu yerde oçuklaşıqa bulmaydıgan nurgun muhim meselelerini liste kılıp sunduk. Bulağa biz çokum bu neslerini gün tertipke ekilimiz dedi. İnşallah biz bunu gün tertipke ekile dep oylayımız. Kelgendekin elbette bula bilen körüşeşke terişimiz, bunun kançılık netice ilinde bununki cevap ilişki terişimiz. Bundan ki Türkiye'nin siyaseti Xitay-Türkiye münasebetinin kanda hareket kılınışına dikkat kılımız. Onun karta biz deydiğin gipimizni, siyasimizni lahileyimiz düzeyimiz. Hürmetli televizyon kögüçüler, bugünkü siyaset meydanı programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah Erdoğan'ınki Xitay'a boğan ziyareti doğruluk. Biz bundan bu programını terakkileştirip yine başka programlarda birge olmakçı. Emmeylemge Allah rahmet olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.